Birimiz yaxshi o'tgan. Necha kilo tug'ildi? 3 kilo 700. Faqat ko'krak sutidan. To'yayotgani tarozidan bilamiz. Ona suti birinchi o'rinda. Immunitet, hamma narsa ona suti bilan immunoglobulin o'tadi. Qilganimizda tegi sariq bo'lsa, shunda taroziga qo'yilikcha qancha qo'shibdi des. 4 kilo 965. Tug'ilganda qancha edi? 3 kilo 600. Yo'q, uyg'oqligida taqmaymiz, uxlaganda taqamiz. Mana bunaqa taqib qo'yamiz ko'ziga. Hoppa. Samolyotga tushganda taqadi. Oo. Bunaqa yotadi, mamtey. Qarang, baribir lampada buni bolaga zarari yo'qmi? Bu quyosh nuri filtrlangan, infrakrasniy boshqa zararli nurlardan filtrlangan quyosh nuri. Buni tagida 1 soat yotish 7 soat quyosh tagida yotgani bilan teng. Bolani quyoshga chiqishi kerak, quyosh nuri olish zagar bermaydi-da bu. Shuning uchun shu filtrlangan. Shuning uchun zagar bermaydi. Bu qizdirmaydi. Bola qancha bo'lsa ham yota oladi. Bizda shunaqa patsientlarimiz bor, 24 soat ham yotadi. 24 soat yotsa zarari yo'q. Zarari yo'q. Tushunarli. 6 ta sertifikat, xavfsizlik sertifikati bor bu lampani.